Nissan L7'larni 59 ming dollarga olib yurgan bir paytinglarda men sizlarga 53 ming dollarga kerak bo'lsa L9 razmeri bilan bir xil bo'lgan, undan ham a'loroq bo'lgan Volvo'ni sifatini beradigan zo'r mashinani taklif qilmoqchiman. Qarshimizda Jigdan M9. Mashinam xuddi L9 ga o'xshagan bo'lib, razmeri ham bir xil. 502 metr uzunligi, eniga 2 metr balandligi, 108 metr. Bu mashinamizda kapot ostida 1.5 turbo motorli dvigatel joylashgan bo'lib, oldi va orqa ballonlarimiz elektromotorda tortadi. Ya'ni 4 ta vidush hisoblanib, oldiga 180 kilovatlik, orqasiga 340 kilovatlik, jami 520 kilovatlik elektromotor joylashgan bo'lib, 707 ot kuchiga ega. Bu mashinamiz 100 km/s tezlikka 4,5 sekundda chiqadi. Mashinamizning ostida железофосфат Katel 41 kWh batareyka joylashgan bo'lib, zapas hodimiz 210 km ni. Benzin bilan birga yurgan paytda esa 1300 km ni tashkil qiladi. Bu mashinamizning lisenlardan farqliroq parallel gibrid bo'lib, ushbu mashinamiz motorda ham katta tezlikka tortishi mumkin. Bu lisenlar kabi paroglarimiz mavjud. Olti qatorli bo'lib, oldi va o'rta qatorlarida abagrev, abduz massajlarimiz bor, xolodilligimiz bor, o'rta qatorda atamankamiz bor. Rulimiz abduz abagrevlik. Bu televiziyalarga o'xshagan katta ikkita ekranli, 900 ga o'xshagan mana bunaqangi instrumental ekranimiz mavjud va head-up displeyimiz o'rtada ko'rishingiz mumkin 15-16 dyuymlik displeyimiz ham mavjud. Xolodilligimiz mana bu yerda joylashgan bo'lib, hatto oxirgi o'rindig'imizda ham abagrevlarimiz mavjud. Ushbu mashinamiz orqadan bitta ko'rinishini ko'rib qo'yinglar va ushbu mashinani Tashkent CIP 37 mingga olib kelib beramiz. Agar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Inshaalloh sizlarga 15-20 kunda yetkazib beramiz. Rastdan boshqasini ham o'zimiz qilib beramiz.